World expositions have long served as bridges between nations. Jahon miqyosida o'tkaziladigan ko'rgazmalar azaldan xalqlar, g'oyalar va umumiy intilishlar o'rtasida ko'prik vazifasini o'tab kelgan. Bizning bu yerda bo'lishimiz O'zbekistonning dunyoni yaxshi tomonga o'zgartirish yo'lida ko'p tomonlama hamkorlik qilish, barqaror taraqqiyot va madaniy resurslarga bo'lgan qat'iy ishonchini aks ettiradi. Looking ahead, Kelajakka nazar tashlab, shuni faxr bilan ayta olamanki, bu yerda OSKda taqdim etilgan tashabbuslar yurtimizda sezilarli o'zgarishlarga asos bo'ladi. Biz bugun Expoda namoyish etadigan g'oyalar muhtaram prezidentimizning qo'llab-quvvatlashi bilan O'zbekistonda hayotga tatbiq etiladi. in Uzbekistan. Maqsadimiz yagona: barqarorlik va innovatsiyalarga asoslangan inklyuziv va istiqbolli iqtisodiyotni yaratishdir. Bugun bu yerda boshlangan o'zaro almashinuvlar va hamkorlik OSK sarhadlaridan tashqariga keng yoyilib, mamlakatlarimiz va umumiy insoniyat kelajagini shakllantirishga xizmat qilsin. And of our shared community. Uzbekistan pavilyoni ありがとうございました。